Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizning kanalimiz obunachilari bizni kuzatib o'tganlar. Mana bunday effektli aristollarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin. Kommentariydan xudo xolasa bitta ustakamiz chiroyli mamlaqa qilib, zakoniy zamoniylar qilib yasabdi. Mana bunday samona aristollarimiz. Mana ishlash jarayoni hozir to'kkalab qo'yganmiz. Xo'p, ustaka, endi bu to'g'risida ma'lumotlar berib yuboramizmi aka? Aristollarimiz haqida. Ma'lumotini beramiz. Mana buni ishlashidan boshlaylik, ha? Aha, ishlashni aytamiz aka. Mana 50 gradusga ko'rmay chiqdi. Graduscha ko'taramiz. Bu o'zi qo'ygan gradus ishlayveradigan narsa-da. Kompyuterli ekan-da bular aka. Miyalik, ha. Miyali. Boshqaradi. O'zi boshqaradigan. Gradusda ketyapti bu ishlar. Bu tintlar. Bundan tagida ikkita bor. Ha. Bu 4 ta samarezini almashadi bu. Ha, bu montajlar boshqacha qilinadi. Mana bu narsada qo'yiladi. Bu bozorda juda seroq 15-20 mingga buzilib qoladigan narsa emas. Mabodo buzilsa Juda hamyonbop narsa, lekin ish berishi effekti вообще zo'r ekan, xudo xolasa. Ish berishi zo'r. Endi buni bunday qilib ichini ko'rib olaveradi. Ishlayaptimi, yo'qmi, issiq hozir. Juda qo'l kuydirdan ekan. Ishlashlari. Hozir ikkitasi 875 vatt, ana 1 kilovat atrofida to'kiyapti. 150 to'kdi. 157 58 bo'lyapti. Shunga qarab rasxod qiladi. Bu kuchli bo'lsa, bu ham kuchli, effekti ham kuchli bo'ladi. Ha. Omali hozir ham juda zo'r. Bemalol 53 gradus bo'ldi. 53 60 ga qo'ygan bo'lsam, o'shani o'lchib o'zi yonib ishlayveradi. O'ta to'kdi, ekonom qiladi, rasxod o'ta kam. Xo'p, buni qayerlarga tavsiya berasiz aka? Buni tavsiya beradigan joylaringiz, vazifalari. Bitta xona batareyasiga uloqsa ham bo'laveradi. O'zidan ham issiq chiqaradi. O'zidan Hammomni ichiga qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. O'zidan issiq chiqarib xonani ham isitaveradi. ha. Xullas, universal nimaga ishlataman desa ishlataveradi, faqat o'zini chegarasida. Bitta xonaga mo'ljallab ishlasa bo'ladi. Xolasin uyda isitsin, xolasin hammomga foydalansin. Bemalol suvidan foydalanaveradi. Chunki bu nержавейка, ha? Toza material. Toza material, suv zanglamaydi. Aristollarda masalan material hozirgi kunda chorniy metaldan ishlanyapti. Juda ko'pchiligi nержавейкаdan emas. Bunimiz nержавейка qolinligi necha bo'ladi stenasi? 2 lik, hamma joyi 2 lik. Hamma joy toza 2 likdan bo'ladi. Mana o'zi quloqlari ham ko'rinib turibdi. O'sha materialdan bo'ladi. Toza 2 likdan. Xo'p, bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi qanaqa bularimizni? Narxi 2 million so'm. Dastlabki ichida O'zbekiston bo'ylab xohlagan tochkasiga faqat katta trassadan olishadi. Ha, uyigacha emas, faqat shu Katta liniyagacha-da. Katta liniya, shu texnikalardan berib yuboramiz. sentralni joyigadir. Sentralni joyigadir. Qarang, buni bosimini ham aytamiz. Bosimi Mana buni 8 barda ishirganmiz. 8 bar. Choklarni tekshirish uchun 8 barda mana shu holatga keladi. Qonni chiqadi. Mana o'zi shakli o'zgarib, Shakli ko'rinib o'zgarib, turibdi o'zi qorni Buni chiqib. ham o'sha kimni qanaqa davlinasi bo'lsa, o'shanga qarab shakl o'zgartiradi. Shunga qarab shakl o'zgaraveradi. Xudo xolasa. Xo'p, bu o'zi motorlar necha bar beradi o'zi? Suvda eng baland 3 bar. Ha, suvda eng baland uch bar. Demak, Eng baland davlina 3 bar bo'ladi. Bemalol 8 bardagi holat. ha. Nomiga ishishi mumkin aytlar. Ishcha nomi. Endi masalan, suv isigandan keyin davlinasi bo'ladi, suvda ham. Motor bilan o'sha bemalol 3 bar. Shaklini o'zgartirib ishlayveradi. Bemalol Bezapasli umuman. buzilib Mana bemalol mana qo'limizni tekizdiryapti, chunki tokka ulangan holatida to'kiradigan nimalari umuman ishlangan, bu bezapasli juda kuchli qilib qo'yilgan. Xudo xolasa, mana shu tintlarni ishlash jarayoni. Kimdir buni spirali deydi, kimdir tint, endi nima desaydi? Lampa deymiz. Juda arzon, o'ta seroq narsa. Lekin ish berishi o'ta zo'r. Ish berishi zo'r. Bundan qo'shib bering deganga qo'shib ham berasizmi aka? Endi Nima qilamiz? harakat qilamiz, lekin O'zbekiston bo'ylab ko'payib ketdi bu narsa. Ha, bundan ko'p. 15-20 mingga muammo emas topish. Ha. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerlarimiz, bizni logotipimiz va korxonamiz nomi Effektli universal suv isitgichlar. Bemalol Telegram, WhatsApp, YouTube'da ham ko'rishingiz mumkin. Mana shu nomerlardan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa qo'ldan kelgancha mana dastlabkilarni qilib beramiz ekan. Faqat o'sha sentralni joyiga to'g'ri ekan, uyingizga olib borib bera olmaymiz.
Xo'p, bunga zakaz beradigan bo'lsa, oldindan pul tashab beradimi? Yo, yetib borgandan kartaga tashib beraveradi. Yetib borgandan keyin kartaga tashab beradi. Ixtiyoriga qarab, vaziyatiga qarab. Ha, vaziyatga qarab. ish qilaveradi. Bo'ldi. Videomiz kimga manfaat va yoqqan bo'lsa, bittadan mo'shti like ayamaysizlar, kommentariyaga o'z fikr va izohlaringizni yozib qoldirasizlar degan umidamiz. Barchalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.